Ronaldo 1 million dollarni qancha vaqtda topadi? Siz menga obuna bo'ling, men bu pulni eng kam vaqt sarflab topayotgan dunyodagi 10 ta futbolchini aytaman. Lamine Yamal va Jude Bellingham 8,5 kunda 1 million dollarga ega bo'lar ekan. Bir paytlar jamoadosh bo'lgan Sadio Mane va Muhammad Salah bu pulni ishlab topish uchun 6 kundan ko'proq vaqt talab qilinar ekan. Vinni Ropporosi 6 kunda shu pulni topa oladi. Holland 4 kunda, Mbappe va Benzema 3 kundan ko'proq vaqtda 1 million dollarga ega bo'lar ekan. Lionel Messi esa 67 soatda, taxminan 3 kunga yaqinroq vaqtda 1 million dollarni ishlab topa oladi. Va nihoyat 1 million dollarga eng tez ega bo'ladigan futbolchi bu Cristiano Ronaldo hisoblanadi. Futbolchi 1 million dollar topish uchun 31 soat yetarli. Bu taxminan 1,5 kunga yaqinroq vaqt degani. Ya'ni Ronaldo ertadan keyin 1 million dollardan ko'proq pul topgan bo'ladi. Bu shunchaki dahshat do'stlar. Solishtirish uchun o'rtacha oyiga 1000 dollar pul topadigan odam birinchi million dollarini ishlab topish uchun 83 yildan ko'proq vaqt kerak bo'lar ekan. Xo'sh, siz birinchi million dollaringizni topishingiz uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Buni izohlarda yozib qoldiring.